Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. 2025-yil 29-oktyabr holati tomga penal lambasi quyish jarayoni. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 94 355 6001 telefonlariga aloqaga chiqaverasizlar. Telefonlarimiz ekranda qoladi. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi, Burat mahallasi, Oqoltin ko'chasi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Pena blok va pena lambasi xizmati mavjud. Cheklanmagan miqdorda pena bloklarimiz ham mavjud. 2025-yil 29-oktyabr holati tomga pena lambasi quyish jarayoni. Cho'rni qoqilgan holatiga kiramiz. Orasi 7-8 sm ochiqlik holatida bo'ladi. Afzalliklari yengil utuqlik izolyatsiya, qishda issiq, yozda salqin bo'lishi, loydan ancha arzon tushishi, har xil hasharotlardan himoya, qishda issiq, yozda salqin bo'lishi. Quyilgan holatini ham xudo tashiymiz. Manzilni biz eslatib o'tamiz. Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xitoy va Hind parashokdan chiqayotgan pena bloklarimiz mavjud. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. Navbatdagi obyektimiz Guliston shahar universiteti. Yonginasida quymoqdamiz. 120 kvadratlik joyimiz. Mahsulotdan ko'rim qilinmagan holatda pena bloklar ham mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Yozda salqin, qishda issiq. Afzalliklari: har xil hasharotlardan himoya, yengillik tushishi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pena blok va pena lambasi xizmati mavjud. Navbatdagi obyektimiz tomga pena lambasi quyish jarayoni. Utiflit qilamiz xudo xolasa. Dehqonobod pena blok sizga eng sifatlisini tavsiya qiladi. Kanalga yangi bo'lsangiz birdan like va obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Dehqonobod pena blok sizga eng sifatlisini tavsiya qiladi.